Salom qadrdon muxlislar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun faqat eng muhim va tezkor futbol yangiliklari haqida gaplashamiz. Bizni qo'llab-quvvatlash uchun obuna bo'lishni va like bosishni unutmang. Siz tayyor bo'lsangiz, biz hoziroq boshlaymiz. Gvardiola Jahon chempionati 2026 dan so'ng Yevropaning Grand terma jamoasi boshqaruvini qo'liga olishi mumkin. Manchester City ustozi Pep Gvardiola Niderlandiya terma jamoasi bosh murabbiyligiga asosiy nomzod sifatida ko'rilmoqda. Niderlandiya Qirollik futbol assotsiatsiyasi milliy terma jamoaning bo'lajak bosh murabbiyini aniqlash uchun allaqachon bir necha uchrashuvlar o'tkazdi. El Nacional nashrining xabariga ko'ra, 4 raundlik muzokaralardan so'ng, ularning oxirgisi Barselonada bo'lib o'tgan. Ispaniyalik mutaxassis federatsiyaning asosiy favoritiga aylandi. Mutasaddilarning fikricha, Gvardiolaning amaldagi shartnomasi 2027-yilgacha mo'ljallangan bo'lsa-da, u tez orada Manchester City bilan xayrlashishi mumkin. Arbeloa, bizga Mbappe kerak, lekin Madridning Real klubi bosh murabbiyi Alvaro Arbeloa hujumchi Kylian Mbappening holati haqida o'z fikrlarini bildirdi. Shanba kuni fransiyalik futbolchi jarohati sababli navbatdagi o'yinni o'tkazib yubordi. Qaymoq ranglilar o'zlarining eng yaxshi to'purarisiz ham Elche tosigidan muvaffaqiyatli otishdi. Hisob 4-1. Bizga Mbappe kerak. U qaytganidan keyin ham hozir gol urayotgan futbolchilar sermahsullikni davom ettirishlari muhim. Biz bu yondashuvni Mbappe tarkibda bo'lgan vaqtda ham saqlab qolishimiz lozim. Ertaga mashg'ulot jarayonida Kylianning holatini baholaymiz. Men u bilan gaplashib ko'raman va o'zini qanday his qilayotganini bilib olaman, deya Madrid Universal Arbeloaning so'zlarini keltiradi. Eronning 2 futbolchisi Avstraliyadan mamlakatiga qaytdi. Avstraliyada boshpana so'ragan 2 nafar futbolchi hamda Eron ayollar terma jamoasining bir xodimi mamlakatga qaytishga qaror qilgan. Bu haqda ESPN nashri xabar berdi. Avstraliya ichki ishlar vaziri Toni Bergning aytishicha, ular jamoaning qolgan a'zolariga qo'shilib, Eronga qaytishga qaror qilgan. Xususan, jamoaning 7 a'zosi o'z vatanlarida davlat madhiyasini kuylashdan bosh tortgani sabab xoinlar deb atalgach, ular Avstraliyadan boshpana so'radi. Shundan so'ng Avstraliya hukumati Eron milliy terma jamoasining 6 nafar ayol futbolchisiga gumanitar viza berdi. Keyinchalik AQSh prezidenti Donald Trump ham Avstraliya bosh vaziri Antoni Albanezega bog'lanib, eronlik futbolchilarga boshpana berishni so'radi. Ular bu haqda Avstraliya rasmiylariga xabar berishganida, ularga bir necha bor turli variantlar taklif qilindi. Biroq ular Eronga qaytishni ma'qul ko'rdi, deydi vazir. Eslatib o'tamiz. Eron terma jamoasi Avstraliyada bo'lib o'tgan Osiyo Kubogi guruh bosqichidagi 3 ta o'yinning barchasida mag'lub bo'ldi. Ular joriy yilning 2-mart kuni Janubiy Koreyaga qarshi birinchi o'yindan oldin jamoa davlat madhiyasini kuylamadi. Bu esa Eronda tanqidlarga sabab bo'ldi. Superkompyuter Tottenhamning ligada qolish imkoniyatlarini tahlil qildi. Tottenham Liverpool bilan o'yinning so'nggi daqiqalarida mag'lubiyatdan qutulib qoldi. 1-1. Enfieldda mag'lubiyatdan qutqarib qolgan golga 90-daqiqada Richarlison mualliflik qildi. Superkompyuter hisob-kitoblariga ko'ra, hozirgi holatda shporlarning chempionshipga tushib ketish ehtimoli 14-9% tashkil etmoqda. Boshqa jamoalarda vaziyat bundan ham achinarli. Nottingham Forestning tushib ketish xavfi 34-5%, West Hamniki esa 45-25% ga teng. Burnley 99-66% va Wolverhamptonni 99-88%. Endi hatto mo'jiza ham qutqarib qolishi qiyin. Tottenham 30 ochko bilan Apple turnir jadvalida 16-o'rinni egallab turibdi va Nottingham Forest hamda West Hamdan 1 ochko oldinda. Ulardan bir pogona yuqorida esa 32 ochko jamg'argan Leeds joylashgan. Flick Barcelona g'alabasini tahlil qildi. Barcelona bosh murabbiyi Hans-Dieter Flick La Liga 28-turida Sevilla ustidan qozonilgan ishonchli 5-2 hisobidagi g'alabaga qaramay, jamoasi hali ham o'yinni yaxshilashi mumkinligini aytdi. Uchrashuvdan so'ng germaniyalik mutaxassis Gavining qaytishini maqtadi va buni tarkib uchun katta kuchayish deb atadi. Flick uning jamoasi o'yinning har bir bosqichida ham to'liq tezlikda harakat qilmaganini tan oldi. U Barselona ba'zan to'pni juda sekin aylantirganini va ayrim vaziyatlarda ishonch yetishmaganini aytdi. Murabbiy, shuningdek, futbolchilari to'pni yo'qotganidan keyin, ayniqsa oldinda muhim Chempionlar Ligasi o'yinlari turgan bir paytda, yanada agressiv pressing qilishi shartligini ta'kidladi. U Dani Olmoning kuchli o'yinini alohida ta'kidladi. Shuningdek, Espart va Canceloning foydali hissasini ham qayd etdi. Shunga qaramay, Flick umumiy o'yin bundan ham yaxshiroq bo'lishi mumkin deb hisoblaydi va jamoa keyingi uchrashuvlarda saviyasini oshirishi kerakligini aytdi. Cancelo haqida gapirar ekan, Flick himoyachiga moslashish uchun vaqt kerak bo'lganini, biroq u so'nggi o'yinlarda a'lo darajada ko'ringanini tushuntirdi.
U portugaliyalik futbolchining texnikasini maqtadi va uning goli, dastlabki gol uchun ishlangan penalti hamda ofsayd tuzog'ini tashkil etishdagi rolini uning qadrini ko'rsatuvchi dalil sifatida keltirdi. Endi Barselona e'tiborini Chempionlar Ligasiga qaratadi. 18-mart kuni Ispaniya klubi 1-1 hisobida yakunlangan ilk o'yindan keyin 8dan 1 final javob bahsida Newcastle-ni o'z maydonida qabul qiladi. Guardiola City futbolchilari kambek qilishga tayyorgarlik ko'rishmoqda. Manchester City bosh murabbiyi Josep Guardiola Chempionlar Ligasi 8dan 1 final bosqichi doirasidagi javob uchrashuvi oldidan jamoasining ruhiy va psixologik holati haqida fikr bildirdi. Guardiola ta'kidlashicha, futbolchilar katta insonlar, yaxshi maosh oladi va kambekka ishonmaslik ularning shaxsiy muammosi hisoblanadi. Agar ularda ishonch yo'q bo'lsa, uylarida qolishlari ham mumkin. Shu bilan birga murabbiy jamoasi uchun harakat qilish va imkoniyatdan foydalanish zarurligini ta'kidladi. Biz harakat qilib ko'rishimiz kerak. Yo'qotadigan narsamiz nima? Hech kim Chempionlar Ligasi play-off bosqichida 0-3 hisobidan keyin kambek qila olmagan. Bu haqiqat, dedi Guardiola matbuot anjumanida. Eslatib o'tsak, shaharliklar birinchi uchrashuvda Bernabeuda Madridning Realiga 0-3 hisobida mag'lub bo'lgan. Endi Manchester City o'z maydonida bu farqni yo'qqa chiqarish va rivojlantirishga harakat qiladi. Uchrashuv 17-martdan 18-martga o'tar kechasi Toshkent vaqti bilan 1:00 da boshlanadi va muxlislar uchun uzoq kutilgan kambek imkonlarini taqdim etadi. Bu bahsda jamoa ruhiyati, strategiya va kambek imkoniyatlari asosiy o'rinni egallaydi, deb hisoblaydi murabbiy. E'tiboringiz uchun rahmat. Futbol olamidagi eng qaynoq voqealarni biz bilan kuzatishda davom eting. Kanalga obuna bo'ling va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Ertangi yangiliklarda ko'rishguncha omon bo'ling.